Assalomu alaykum. Man amaliyotchi psixolog Xosiyat Alayarovna, 8 yillik tajribaga ega oilaviy munosabatlar bo'yicha ekspertman. Bugun man sizga insonni his-tuyg'ulari haqida ma'lumot bermoqchiman. Yaqinda Zigmund Freydning iqtibosiga ko'zim tushdi. Anglanmagan, bosilgan his-tuyg'ular hech qachon o'lmaydi. Ular tiriklayin ko'miladi va keyinchalik vaqt o'tgandan keyin xunukroq shaklda yana paydo bo'ladi degan iqtibosiga ko'zim tushdi. Haqiqatdan ham shunday, chunki amaliyotda mijozlar bilan ishlash jarayonida aksariyat shu narsani kuzatamanki, mani oldimga murojaat bilan kelgan insonlarda hozirgi kundagi qaysidir bir g'azab yoki qo'rquv deylik, xavotir, ishonchsizlik bularning hammasi shu kungacha bo'lib o'tgan yoki bo'lmasam bolaligida o'zi anglamagan holatda qaysidir voqealarni asosida paydo bo'lib qolgan his-tuyg'ular hisoblanadi. Biz bu his-tuyg'ularni vaqtida anglamasak va tushunmagan bo'lsak, u insonni ong ostiga kirib qoladi va vaqt o'tishi bilan shunga o'xshash voqea bo'lganida yoki o'sha og'riq bergan insonlarga o'xshash insonlarni ko'rganida va hokazo shu bosilgan his-tuyg'ular yana yuzaga chiqishni boshlaydi. Misol qilib aytadigan bo'lsam, yanada tushunarli qilib, misol uchun qaynanalarni misolida olaylik. Misol, qaynana keliniga zulm qiladi va har safar kelindan norozi bo'ladi va ularga har xil qo'pol muomala qilishi mumkin va hokazo. Aksariyat holatda mana shu narsani qaynanalarni o'zidan ko'radigan bo'lsak, ya'ni ularni qilib turgan xatti-harakati, qo'pol muomalasining tagida o'zining bosilgan his-tuyg'ular turadi. Ya'ni kelinlik paytida unga ham kimdir zulm qilgan va uni ham hech kim tushunmagan va o'sha paytda alam, g'azab, nafratlarini ichiga yutgan bo'ladi. Vaqt o'tishi bilan kelin olganidan keyin har safar kelinini ko'rganida o'sha ichiga bosilgan his-tuyg'ular yuzaga ko'tariladi va besabab, begunoh o'zini yonida xizmatini qilib yurgan, bu munosabatga loyiq bo'lmagan insonga qaynana shunaqa zulmlar qilishi mumkin. Yana bitta misol qilib aytadigan bo'lsak, er-xotin misolida oladigan bo'lsak, erkak har doim ayolga qo'pol muomala qilishi mumkin yoki bo'lmasam ayolini har kuni urishi mumkin, do'pposlashi mumkin, umuman yaxshi gap gapirmasligi mumkin. Yana mana bunaqa iboralarni ham ishlatishi mumkin. Hamma ayollar bir go'r, hammalaring bir xilsizlar deb turib ayollardan bo'lgan nafratini yuzaga chiqarayotgan bo'lsa, bu yerda tushunish kerakki, hammaga qaratilgan nafrat aslida bitta insonga, bitta ayolga qaratilgan nafrat bo'lish ehtimoli bor. Bu ham kim deydigan bo'lsak, aksariyat holatda bu o'sha erkakning o'zining onasi bu kelib chiqadi. Chunki o'zining onasiga o'zini g'azabini, nafratini bolalikdan ko'rsata olmagan, agarda onasi uni har doim urgan bo'lsa, alamini farzandidan olgan bo'lsa, farzandini haqoratlab, farzandiga shunaqa og'riqli tarbiya, munosabat qilgan bo'lsa, bu his-tuyg'ular bolani ichida bosilib qoladi va chunki tushuncha borku, onaga qattiq gapirish mumkin emas, onani yomon ko'rish mumkin emas, onaga nafrat ko'rsatish mumkin emas degan his-tuyg'ular ichkariga bosilganidan keyin bu holat yillar o'tib ulg'ayganida, uylanganidan keyin o'z ayoliga va boshqa ayollarga nisbatan nafrat nimasida, qiyofasida ko'rinishi boshlaydi. Mana shu bosilgan his-tuyg'ular mana shunaqa tarzda yuzaga kelishi boshlaydi. Yana bitta misol aytadigan bo'lsam, hozirda kuzatadigan bo'lsak, onalarni farzandiga qiladigan qo'pol muomalasi. Men aksariyat farzandlar bilan ham ishlayman, ota-onalar bilan bir vaqtni o'zida ota-onalar farzandiga yaxshi tarbiya bera olmaydi, qo'pol muomala qiladi, ularni qabul qila olmaydi, ularni uradi, jazolaydi va hokazo. Buni ham tagida aksariyat holatda onalar bilan gaplashadigan bo'lsam, konsultatsiya o'tadigan bo'lsam,
farzandini o'zi yaxshi ko'rmagan insonga o'xshatishi, balkim erini yoqtirmasligi mumkin. Eriga o'xshagani uchun alamini farzandidan oladi yoki ammasiga, xolasiga, o'zini onasiga yoki o'zini bolaligiga o'xshagani uchun o'sha ichkarida bosilgan, boshqa insonga qaratilgan g'azab, nafratni unga chiqara olmaydi. Unga chiqarishning imkoni, iloji yo'q. Qo'rqishi mumkin yoki boshqa to'siqlar bo'lishi mumkin. Kimga chiqarish qulay? O'sha kuchsiz farzandiga chiqarish qulayroq. Ya'ni bu yerda umuman bolani aybi bo'lmasligi mumkin. Bolani bu yerda shu his-tuyg'uga loyiqlikligi bo'lmasligi mumkin. Lekin onalar ongsiz ravishda alamini farzanddan oladi. Mana shu ko'rinishdagi holatlarning, sanab o'tgan hozirgi misoldagi holatlarning har biri eng avvalo demak qarab ko'rish kerak bo'ladi. Bu bosilgan his-tuyg'ular, anglanmagan emotsiyalarni vaqt o'tgandan keyin ular yo'q bo'lib ketmagan va xunuk holatda boshqa insonga qaratilib, boshqa insondan alamini olish holatga, oqibatlarga olib keladi. Buni men hozir yengilroq misollarda aytyapman. Ba'zida, misol uchun, jinoyatchilar misolida qaraydigan bo'lsak, bir-biriga nima deydi, qattiq jarohatlar yetkazish, suitsidlar bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam o'sha jinoiy ishlar bo'lishi mumkin va hokazo. Buni tagida o'sha o'zi anglamagan holatda bolalikdagi va shu kungacha bo'lgan hayotiy tajribadagi o'z vaqtida his-tuyg'ularni boshqara olmaganligi, ularni anglamagani va o'sha o'ziga yoqmagan hislarni vaqtida shu insonga chiqarmaganligi sababli bu yerda geshtalt yopilmay qoladi va yakunlanmagan o'sha nimalar, tajribalar boshqa inson orqali yakunlanadi. Albatta bu narsani insonlar ongli ravishda, aksariyat holatda ongli ravishda bajarmaydi, lekin bu narsani ongsiz bajardi degani ularni oqlash kerak degani emas. Agarda insonlarda shunaqa bo'lsa, ya'ni o'z-o'zidan jahl chiqish, o'z-o'zidan o'zini hislarini boshqara olmaslik, farzandiga bo'lgan alami deylik yoki bo'lmasam turmush o'rtog'iga, eriga yoki ayoliga yoki qaynonalarining keliniga bo'lgan qo'polligi deylik. Umuman men hozir oila miqyosida misollar keltirdim. Bu balkim bo'lishi mumkin jamiyatdagi kasb yo'nalishlarida ham bo'lishi mumkin, xodimlar orasida bo'lishi mumkin-da. Bu his-tuyg'ular insonni qayerda, qandoq chiqishni rejalashtirmaydi. Agar shunga o'xshash voqea bo'lsa, o'sha og'riq bergan insonlarga o'xshash insonni ko'rib qolsa, yo'lakda bo'ladimi yoki transportda bo'ladimi bu voqea, ishxonada bo'ladimi, ko'cha-ko'yda bo'ladimi, oilada bo'ladimi, farqi yo'q. Любой joyda bu voqealarni, o'sha his-tuyg'ularni ongsiz ravishda chiqib ketish ehtimoli bor. Shuning uchun har bir inson o'zini tahlil qilish kerak va menda nimaga shu his-tuyg'ular kuchayib ketgan? Demak, atrofdagi insonlar emas meni jahlimni chiqarib turgan, menga yoqmay turgan insonlar aslida menga kimni eslatyapti? Men nimaga ularga jahl qilib shunaqa qo'pol muomala qilyapman degan xulosani bir o'ylab ko'rib, psixolog mutaxassis bilan ishlash bu yerda tavsiya qilinadi. Chunki inson mana shunaqa anglanmagan, bosilgan hislar bilan yashab umrini o'tkazib yuborishi ham mumkin. O'ylash mumkin, men shunaqa jahldorman, meni xarakterim shunaqa deb shunaqa tarzda yashab o'tishi ham mumkin. Lekin bu o'zgartirsa bo'ladigan holat hisoblanadi. Albatta bu yerda nimalar, terapiyalar o'tkazish kerak bo'ladi bunaqa insonlar bilan va o'zini o'rganib his-tuyg'ularni boshqarishni va bosilgan his-tuyg'ularni qayta yashash texnikalari bilan o'ziga yordam berishi mumkin. Yana bitta misol aytadigan bo'lsak, ba'zida shunaqa holatlar bo'ladiki, o'zini mana shunaqa his-tuyg'uni ko'rsatayotgan insonlar yonidagi boshqa insonlar, ya'ni jabrdiyda insonlar o'ylashi mumkin, meni yomonligimdan shunaqa qilyapti deb o'ylashi mumkin. Misol uchun, ona tinmasdan farzandiga qo'pol muomala qilyapti. O'zini alamini, o'zini bosilgan his-tuyg'ularini anglamagan holatda bolaga chiqarib yotibdi. Bu yerda bola nima deb o'ylaydi?
onamni hozir travmatik holati bilan menga qo'pol muomala qilyapti deb bu psixolog nuqtai nazaridan qarashni bilmaganligi uchun o'zidan qarashni boshlaydi. Ya'ni men yomonman, meni yomonligim uchun meni onam yomon ko'radi, meni yomonligim uchun menga otam shunaqa muomala qilyapti deb ota-onasini emas, o'zini yomon ko'rishni boshlaydi. Aksariyat kelinlarda ham xuddi shunaqa. Qaynonasi qo'pol muomala qilaversa, har narsasidan gap topaversa, kelindan norozi bo'laveradigan bo'lsa, kelinlar o'zini ayblashni boshlaydi. Kelinlar borgan sari depressiyaga tushishni boshlaydi. Mana shu ikkinchi tarafni ham inobatga olishimiz kerak. Ya'ni sizni mana shunaqa o'zingizni his-tuyg'ularingizni boshqarishni bilmaganligingiz sababli yoningizdagi insonlar ham jabrlanib turgan bo'lishi mumkin. Va ikkala taraf ham bunday holatda psixologik terapiyalardan o'tish kerak. Chunki jabrdiyda bo'lib turgan inson ham anglab olishi kerak ayb o'zida emasligini, ya'ni o'ziga yarasha travmasi orqali sizga atrofingiz muomala qilayotganini tushunishingiz nimasi bor, imkoni bor. Va albatta hislarini boshqara olmay turgan insonlar ham o'z ustida ishlab, bularni to'g'ri analiz qilib, yengil va og'riqlarsiz bunaqa har xili negativ his-tuyg'ularsiz yashash imkoni ham bor. Bu yerda mana shu bosilgan hislar deganda juda ko'p hislar kiradi. Misol uchun qo'rquv bor bu yerda, rashk bo'lishi mumkin, besabab g'azab bo'lishi mumkin, ishonchsizlik bo'lishi mumkin, har qanday. Sizni bezovta qilayotgan hislar, xavotir bo'lishi mumkin-da. Har qanaqasi bu sizni oldindan qaysidir bir bo'lib o'tgan tajribalaringizda, hayotingizdagi ularni anglamagansiz, vaqtida tushunmagansiz va bu hislar o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketmagan, ular siz bilan birga yashab kelmoqda va haligacha anglamaganingiz uchun har safar yana yuzaga chiqadi, yanada kuchliroq, yanada jahldorroq, yanada qo'polroq vaziyatlarga olib kelgan bo'lishi mumkin. Agarda sizda shunga o'xshash holatlar bor bo'lsa, unda menga murojaat qilishingiz mumkin. Mana shu joyda nomerlarni yozib qoldiraman. Biz bilan bog'lanib, o'zingiz ustingizda ishlab, o'zingizni va atrofingizdagi insonlarni to'g'ri tushunishni imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin. O'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'linglar.